Mana urildi. Aka nimaga mana shunaqa qilib urib qo'yasizlar buni aka? Buni urishdan maqsad shuki, bizga ustozlar aytishgan. O'sha bitta yahudiylar yashagan paytda yahudiylar kohinlari bo'lar ekanda, o'ziga yarasha. Shular shu odamlarga ziyon keltiradigan bir narsalarni o'qib, shunga yozar ekan. Mana shu suv aka. Suv aka. Yozib turib, keyin buni ko'mmas ekanda, uni anhorga, oqin suvga tashlardi. Oqin suvda bu necha yillar turaverar ekan, hech nima bo'lmas ekan. Chirimas ekan na boshqa. Endi hozir buni urishdan nima sabab shu? Bizga ustozlar shuni o'rgatishgan, shuni urib qo'ysa, yozolmaydi. Urib qo'ysa yozolmaydi. Yozolmaydi qoladi. Do'stlar, sizlar o'zlaringiz nima deb o'ylaysizlar? Mana shu fikr bo'yicha biz qassobxonadamiz mana. Hamma nimada xudo xolasa qassoblar Qur'on hayit kuni rosa ishlashadi. Mana shu qassoblarga addushi like qo'yib qo'yinglar. Ayniqsa mana suv apparatimiz ishlayapti do'stlar. Mana shunaqa suv apparatlar $300 dan $600 gacha bor ekan do'stlar. Optim narxda Xitoydan birinchi qo'l olib kelayotganlar. Men pastda raqamini qoldirib qo'ydim. Aloqaga chiqib olasizlar. Kimga mana shunaqa suv kesilgan apparatlar yoki qassoblar uchun misoruklar kerak bo'lsa. Ana fikrga o'zlaringiz fikrlayapsizlar mana. Buni ham hozir urib qo'yamiz buni. Aralab sindirib qo'yishar ekan.